Biror binoni barpo etishda avvalo uning poydevori mustahkam bo'lishi kerakligini tushunish uchun qurilish sohasi eksperti bo'lishi shart emas. Masalan, karkasning pishiqligi armaturaga bog'liq. Mana shu yerda eng qizig'i boshlanadi. Butun bino mustahkam bo'lishini ta'minlovchi armatura yengil, zanglamaydigan va buni qarangki, umuman metaldan yasalmagan bo'lishi ham mumkinmi? Faqat sifatlisini taqdim etuvchi MyShop yangi texnologiyadagi shisha kompozitdan ishlangan mazkur qurilish materialiga alohida e'tiboringizni qaratadi. 2014-yildayoq qurilish mollari bozoriga shisha kompozit armaturasini taqdim etib, chinakam yangilikka qo'l urgan Universal FRP Systems kompaniyasi oyiga 40 tonna mahsulot ishlab chiqarish qudratiga ega bo'lgan kompozit armatura va setkalar uchun xom ashyolarni Germaniya, Koreya va Xitoyning jahon bozorida liderlik qiluvchi korxonalaridan import qiladi. Darhaqiqat, kompozit armaturaning diametri 4 mm-ligi A3 klassdagi po'lat armaturaning 6 mm-ligining o'rnini bemalol bosa oladi. Yengil bo'lgani bois konstruksiya og'irligi kamayadi. Bu esa shisha kompozitli yangicha armaturani boshqalariga qaraganda ko'proq maqsadlarda qo'llash imkonini beradi. Yanada e'tiborlisi, ushbu mahsulot O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi, shuningdek qator obro'li kompaniyalarning tanloviga kirishga ham ulgurgan. Universal FRP Systems tejamkor, ishonchli va samarali.